Samarqand Bulung'urdan gapiramiz. Videoni jonda cho'milib yurgan tanishlarga va jondan bezgan tanishlarga jo'natib qo'ydi. Ha deb jonda cho'milavermasin, mana shunday sharoitlarni qilib bersin. Xo'p, xonamizni razmeri va rasxodlarini aytib o'taman. Videoni boshlashdan oldin bittadan like tugmachasini bosib, tepada aytganimdek jonda cho'milib yurgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Bo'lmasa, obzorimizni boshladik. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf To'raqov. Xo'p, bu yog'imiz eshik taraf. Umuman tashqariga chiqib ketadi. Tashqari bo'lib, tashqari emas. Bu yoqda bitta xona bor. Xonada oshxona sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu yerdan shunday kiradi-da. Kirganimizda o'ng qo'l tomonimizda mana shunday nержавейкalik samodelniy kotelyolchamiz elektriskiy. Xonani polini polni isitib beradi. Bulung'urdamiz. Bulung'urda mana shu nержавейкalik kotyolda tepasiga teng bachok bo'ladi-ku. O'shaqa teng bachogini topa olmadik. Teng bachogini topa olmadik, mana shunday bakalashkadan moslab qo'ydik endi vaqtinchalikka. Временный ertaga olinadi, qatiriladi. Ertaga emas, boshqa kuni olinadi, qatiriladi. Xullas. Xo'p, tepasida elektroshitlarimiz, ko'rib turganlaridek relay напряжение, uzo и har bitta liniyaga alohida avtomat tortilgan va полный elektromontajlarimiz zazemlenali bo'lgan. Xudo xolasa xavfsiz va chiroyli holatda ishlayapti. Bu yog'imizda fortichka havo almashtirishlik uchun uydagilar o'zi tashlab ketgan ekan. Rasxodini ham aytib o'taman, razmerini ham aytib o'taman. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'rib turinglar. Videoni har bitta daqiqasida sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tishim mumkin. Suv isitgichimiz 80 litrlik suv isitgich. Ko'rib turganlaridek rozetkasi alohida buni. Alohida liniya kelgan suv isitgichimizga и zazemlenali bo'lgan. Zazemlenali degani mana ko'rib turganlaridek rozetkalar ham zazemlenali rozetkalardan o'rnatilgan. Xo'p, bu yer nimaga bosh turibdi desanglar, bu yerga avtomat kir mashina qo'yiladi. Avtomat kir mashinasi hozircha yo'q ekan. Keyin 1 oymi yo 1,5 oydan keyin qo'yiladi albatta. Sovuq suv kelgan avtomat kir mashinaga и kanalizatsiyasi tashlangan, и bu yerda alohida rozetka ham qo'yilgan. Xo'p, bu tomonimizda avtomat kir mashinani yonida tasavvur qilamiz, bu yerda oppoq avtomat kir mashina bor. Kir mashinani yonida mana shunday 60 santimetrli rakovina. Rakovinaning tepasida mana shunday abagirefli sohotni и xonani gradusini ko'rsatib turadi va 3 xil led lampada yonadi. Mana shunday ko'zguyimiz bor. Xo'p, xonamiz polni tillarang yugurtirilgan, shu tillarangga yaqin ranglar yugurtirilgan shunday modada qilindi xullas. Mana rakovina smestitilimiz ham tillarang. Mana shunday aksessuarlari ham tillarang fasonda bo'lgan. Fasonda tillarang bo'lgan. Endi topdim gapimni. Mana bu yog'imizda sushilka, tagida vishilka ham bor. Boshqa joyi yo'q ekan ilgari. Ilgari boshqa joyi yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Hamma yo'q band. Lekin xonamizni ham razmeri kichkina emas. Xonani ham razmeri kichkina emas. Bunaqasiga 1.95 bo'lgan. 1.95 ga 350 razmerda bo'lgan. Lekin hamma komforti ichida bo'lgan. Unitazlarimiz ko'rib turibsizlar, mana quyma unitazini tasavvur qilsanglar ham tarsida tushib ketmaydi, o'zi sekin yog'ib oladi. Shu holatda bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, bu yog'ida ham ozgina zazor qo'yib qo'yganmiz, ancha-muncha bir nimalar qo'ysa bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, devorlarimiz dekorativniy paneldan bo'lgan, glansiy bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, choklariga mana shunday tillarang o'zini stiklaridan qo'yganmiz. Xo'p, hammomga ko'pchilik vagonka qilib tashlaydi ekan, yana bir pollariga mozaika qilib yuborar ekan. Sizlarga bitta maslahat. Maslahatu lekin tekin maslahat. Mozaika qilsanglar, bitta qo'pol qilib aytganda hammomga odam o'zidagi bir kirlarni, bir bor g'uborini bir tashlab chiqib ketadi-da. Mozaika qilsanglar shu narsalarda shu mozaika ushlab qoladi o'ziga. Natijada hidlanadi hammom. Minus tomonlari shu. Hammomga bilasizlar, glansiy, ya'ni silliq narsani ko'proq ishlatish kerak. Sababi kir ushlamaydi silliq narsa, kir bo'lmaydi. Gigiyenskiy toza turadi. Bilasizlarmi, banitsa, oshxonalar mana shunaqa glansiy narsa ko'p ishlatiladi. Artishga udobniy, kir ushlamaydi, zo'r turadi. O'shini
O'shuning uchun hammomon xuddi shunday narsa, xuddi shunday joy, mana shunday narsalardan ko'proq ishlatish kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Polimizga 60 ga 60 matnli kafellardan foydalanganmiz. Ko'rib turganinglardek, ukloni mana shu tarafga kelib tushgan. Ajoyib holatda, xudo xolasa, u yoqqa sachragan suv keladi mana shu yoqqa bemalab keladi. Hop, dushovoy stoyga tillarang svetda qo'ygan. Sovuq qo'yadigan. Bu yana ham bir komfort yaratish uchun-da, endi haliga ko'ziga shampun surtib olib, sovunni qayerga qo'ysamki deb uni qidirib yurmaydi-da. Komfort yaratish uchun xolos. Mana polkalarimiz, sovun shampun qo'yish uchun alohida polkalarimiz. Patologimizni ham tanishtirib o'tib ketsam, patologimizga ham shunday tillarang bir svetlari boridan qo'yganmiz, taroqni. Taroqni o'rtalari ham tillarangda. Xullas shunday qo'ygan. Dekor plus patolog. Bu yerimiz bordyur qilingan, bordyur qilib ajratib olingan. Bu yoqqa sachragan suvlar nariga o'tib ketmasligi uchun mana shunday holatda bordyur bo'lgan. Bu yerimizda tahorat oladigan joy bo'lgan. Tahorat oladigan joyda ham ko'pchilik kommentariyaga yozyapti razmerlarini, nechi. Sizlarga aytaman mana 45 ga 60 razmerda bo'lgan, chuqur joyi 28 bo'lgan. Suv tushadi, tahorat olayotgan odamga obratni suv sachramaydi. Bu tahorat olayotgan odamning tahoratini yana ham mustahkam qilish uchun katta foydasi tegadi. Pistoletlari bor, oyoq yuvish uchun. Jumragi bor mana. Sovun qo'yadigan qo'yilgan bu yerga, oyoq sochiq uchun kalso qo'yib qo'yilgan bu yoqqa. Xonamiz mana shunday ikkita lampochka bilan yoritib turibdi. Menimcha yaxshi. Bu yog'imizda mana kulchatorimizni joylab o'tganmiz. Endi asosiy joyiga keldik. Asosiy joyi rasxodi. Hammaga qiziq rasxodi. Hammaga qiziq. Xo'p, aytib o'tdim razmerlarini. Bo'yi 2 metr bo'lgan. 1.90 ga 350 bo'lgan. Endi rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodiga usta pulidan tashqari 23 million ketgan. Mana shu o'zimizni Bulung'urdan 40-50 deydimi? Shunaqa 40-50 degan joydan savdo qilib kelganmiz. Xudo xolasa 23 million rasxodiga pul ketgan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, tanish bilishlarga maksimalni jo'natib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etib tursanglar, xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatimiz mavjud. Har xil dizayndagi hammomlarni, banyalarni, oshxonalarni, hojatxonalarni va santexnika ishlarini obzorini qilib boramiz. O'zimiz ustamiz, o'zimizga pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab, O'zbekistondan tashqari qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsataveramiz. Kelishilgan holda albatta. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.